Hamma erkak ham ayta olmaydi, sevaman, seni yaxshi ko'raman, jonim, sensiz yasha olmayman, boringga shukur deb ayta olmaydi, lekin u amalda ko'rsatadi. Do'konga kiradida, amalda, do'konga kiradida oilasi uchun nimadir xarid qiladi. Uyga kelguncha hozir uyda meni chiroyli kutib o'tiribdi degan umidlar bilan keladi. Erkak kishi ko'chada itdek ishlab charchab keladi-da. Rostdan ham shunaqa. Davlat ishida bo'ladimi, biznesda bo'ladimi, u uyiga dam olish uchun, relaks uchun keladi-da. Uyga kirganda ayta olmayapti hissiyotlarini, hech bo'lmasa o'rgansin, oyna oldida turib gapirsin, diktofoniga audio qilib, SMS qilib yozib borsin ayoliga. Rostdan ba'zi erkaklar sovuqda, ayollari yillar davomida uni men seni sevaman deyishini kutib yashaydi-da. Aytadi, "Voy, aytmaydi Shoripa, erim deydi, bir yilda bir marta seni sevaman deyishi mumkin yoki yo'q." Nimaga bu so'z qiyinmi aytish desa, uyalamandirkan. Uyalsang yozib ber, SMS qilib yozib jo'nat, she'rlar bilan jo'nat yoki hissiyotingni nima qilsang rasm chiz. Men aytamanki, yoz hech bo'lmasa, deyman, yozib xat bilan jo'natib bor. Ilgari maktublar gapirgan-ku. Ilgari xotin oila qurgungacha yigitlar ham doston yozishgan-ku. Qizlarga gapira olmaydigani hech bo'lmasa 4 xat bilan murojaat qilgan-ku. Bu ham muloqot-ku aslida. Yozma muloqot faqat. Og'zaki ayta olmasang yozib kirgizib bor.